Munisa Rizayeva o'zbek qo'shiqchisi va aktrisasi. Uning musiqa olamiga kirib kelishi oson kechmagan. Ko'pgina to'siqlarga duch kelgan, biroq qat'iyati va maqsad sari intilishlari ushbu to'siq va oilasi tarafidan bo'lgan taqiqlarni yengib o'tishga yordam bergan. Munisa Rizayeva 1986-yil 21-oktyabr kuni Toshkent shahrida tug'ilgan. Uning bolalik va o'smirlik chog'lari ham shu shaharda o'tgan. Munisa ahil va farovon oilada katta bo'ldi. Uning otasi Bahodir aka tadbirkor, onasi Dilorom opa, singillari Kamola va Karimadir. Opa-singillari yoshliklaridayoq bir-birlari bilan inoq bo'lib kelishgan. Ular hozirda ham bir-birlari bilan ahil va sirdosh dugonalar bo'lib qolganlar. Shu 3 opa-singillar orasida faqatgina Munisa Rizayeva qo'shiqchilikni tanladi. U 6 yoshidanoq musiqaga qiziqishini bildirdi, biroq uning ota-onasi buni shunchaki bolalikdagi ishqibozlik deb qabul qildilar. Qizlarining kelajakda qo'shiqchi bo'lishini va sahnalarga chiqishini ular xohlashmadi. Ayniqsa otasi bunga qattiq qarshilik ko'rsatdi. Bahodir aka qizlarini har taraflama ta'minlagan edi. Ularni Yevropa oliygohlarida tahsil olishlarini hamda san'atdan uzoqroq bo'lgan kasbni tanlashlarini istar edi. Munisa otasini gapini ikki qilishni xohlamadi. Barcha kuchini o'qishga qaratdi, musiqa bilan shug'ullanishga deyarli vaqti ham qolmadi. Biroq vokaldan baribir voz kecha olmadi. Maktabni bitirishi bilan u otasiga murojaat qilib, musiqa bilan shug'ullanishiga ruxsat berishni so'radi. Biroq Bahodir aka bu haqda eshitishni ham istamadi. Munisa baribir aytganini qildi va Angliyaga ketib, vokal yo'nalishi bo'yicha o'qishga kirdi. U yotoqxonada yashab, qo'shimcha ishga ham joylashib, o'qishining pulini to'lar edi. Musiqa oliygohini bitirib bo'lgach, u Angliya universitetining mehmonxona biznesi bo'yicha ikkinchi o'qishga kirdi va bu harakati bilan otasini xursand qildi. Vataniga qaytgandan so'ng Munisa otasining yordami bilan mehmonxona ochdi. Keyinchalik esa u shaxsiy modalar agentligini ham ochib, unga o'zining nomini qo'ydi. Munisa Rizayeva shuningdek filmlarda ham rollar ijro etgan. Misol uchun Hay-hay qizaloq, Salom Natasha va boshqalar. Show biznes vakilasi bo'lgani uchun Munisa Rizayeva hamisha muxlislarning diqqat e'tiborida. Uning ko'rinishi, kiyinishi, shaxsiy hayoti muxlislari tomonidan muhokama qilib kelinadi. Masalan, bir necha yil avval uning qo'shiqchi Jasur G'oyipov bilan munosabatlari ko'pchilikning diqqat markazida bo'ldi. Munisaning o'zi Instagramga joylashtirgan fotosuratlarga qaraganda, ularning munosabatlari jiddiy va to'y bo'lish arafasida edi, ammo bunday bo'lmadi. Hozircha Munisa Rizayeva turmushga chiqmagan, biroq ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan suratlar va boshqa ma'lumotlarga qaraganda, u hozirda yolg'iz ham emas. Munisa Rizayeva o'z shaxsiy biznesiga ega bo'lishiga qaramay, qo'shiqchilik sohasida ham katta mehnat qilib kelmoqda. Zamonaviy estradada uning o'z o'rni bor, kelajakda esa uning dunyo miqyosidagi yulduzga aylanishini istab qolamiz.